dadamga tegishli bo'lgan Hyundai rusumli avtomobilni qiziqishdan minib chiqdim. Hurmatli bitiruvchilar, sizlar orziqib kutgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlariga ham sanoqli kunlar qoldi. Yurtimizdagi 10 mingdan ziyod maktablarda bitiruvchi yoshlarimiz qadrdon maktablari, mehribon ustozlari bilan xayrlashmoqda. Bularning barchasi nafaqat siz, balki ota-onalar, ustoz murabbiylar uchun ham g'oyat quvonchli va hayajonli voqeadir. So'nggi vaqtlarda o'quvchi yoshlar tomonidan hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, avtomashina boshqarish holatlari uchrab, eng achinarlisi tajribasiz o'quvchi yoshlar ishtirokida ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lmoqda. Yo'llarimizda voyaga yetmaganlar ishtirokidagi avtohalokatlarni oldini olish maqsadida keng ko'lamli targ'ibot va reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Tadbirlar doirasida aniqlangan har bir qoidabuzarlik uchun jazo muqarrarligi ta'minlanadi. Aziz bitiruvchilar, yo'l harakati qoidalari bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga, haydovchilik huquqiga ega bo'lmasdan turib, avtomobil yo'llarida o'zingizni qurbon qilmang. Hurmatli ota-onalar, so'nggi qo'ng'iroq tadbiri uchun farzandingizga avtomashina kalitini topshirmang. Ularning bir lahzalik quvonchiga hissa qo'shaman deb, kelajagiga ziyon yetishiga sababchi bo'lib qolmang. Yana bir bor sizlarni so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bilan samimiy tabriklab, avtomashina boshqarmaslikka, hayotingizni asrashga chaqiramiz. Mustaqil hayotdagi qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lishini tilaymiz.